Salam tordaşlar, həmmələ hər vaxt Güldün güzel bolsun. Mən şayalıq dostumla Aygüldün, həmmələ mehrim bilə oldu. Salamlarım yasas tordaşlarım. Mən özüm bir kesel tatqan bimar tordaşlar. Özəmni bilisizlər. Maş izçil meni tor dünyası körüp atqan tordaşlar bilisizlər. Mən maşu yürekninki qandaq ağrıydığını, yüreknin azabını təmin tetip baqqan bir bimar tordaşlar. Yeni birisiga muşu qalqansıman bəz ösmə. Muşu qalqansıman bəz 3-dün tetki qarab menipdi deb muşu qalqansıman bəzdə JJva degan tordaşlar. Muşu qalqansıman bəz ösmənmə muşu körüp atqandək muşu Abdullah Mahmud ustamnınki muş Atachi markasındaki sağlamlık mahsulatida yaxşı olğanlığı üçün özüm muş şayanaysiga muş Abdullah Mahmud ustamnınki tarmaq dokununu açtım dedim muş Atachi sağlamlık ornunu bilginimni bilguncha deb bermay tordaşlar. Bilanmığınımni diagnoz qog'ozingni undidarga qo'ssanglar, shu doktorluğa, yonjanlığa yollash orqali maslahat so'rab, mallaringlarni shunday yetkazib beryapman. Ma qalqansiman bazga qarta, ma sirtdan jobo chaplayotgan, sirtdan ma malham sugayotgan tordaşlar, unda qiliqi sirtdan jobo malham chaplab qo'yganға ma kasal yaxshi bo'lib qolmaydi. Ma mahsulotni Aşu işçiğinizden, zuvanınızdan yesanglar, maş ağzımızdan kirgan chaqda qon tomiriga ta'sir qilib, anadaki manfaat qiladi tordaşlar. Şuna ma bu aqmas mata zo'lab sata degandek, manda qilib poq foyda qilmaydigan mandaq mahsulotga aldanib yurmanglar. Hech kimga bugungi kunda pul topmoq undaq o'ng'ay emas. Hammamizga bu turmush shunchalik tez. Bir ko'y pul topadigan yerda ming odam tipirlaydi tordaşlar. Şuna maş pullaringlarni nayati yaxshi o'ringa ishlatib, maş foyda qiladigan manfaati bor mahsulotni yo manfaati yaxshi narsalarni elib iste'mol qilishinglarni chin yuragimdan tavsiya qilaman. O'zim saqayganligim uchun sizlar xalqqa tavsiya qildim. Endi siz bir doktor olmısınız, nemişki bu Atachi sağlamlık dokununu açtınız desanglar, meni izchil ko'rgan xalq bilisizlar, men kesel tatqanchig'immiş, alarning qumlig'ida xotdan qarab ketib barmi dedim. Urumchida yatqanchig'imda urumchida yetyapman dedim tordaşlar. Shundaq o'zim nurg'un keselni tatqandan keyin inson keselni ko'p tatsa yüz doktor bo'lib qoldi ekan. Doktor nazariya so'z degan bilan men ma keselni bundoq amaliyot o'zimning badaniga sinab qilgan holatda o'zim badanimga yedim. O'zim xuddi bir tajriba qilgandek o'zimga manfaat qilganlik uchun ko'z oldimda mana shundaq Munakça, rak, ösmüler yaxşı olub saqayğanlığı üçün %100 mən bu Abdullah Mahmud ustamdınki mahsulotları qol qoyğanlığım üçün şayanaysiga tarmaq açdım. Muş qalqansıman bəz bulamdı, yürek kesel tatıyotgan tordaşlar bulamdı, işkilenmey. Başpətdiki ündidar numarımni qo'yish orqali va yoki telefon urish orqali yaqsangli bo'ladi. Mana sizmi saqayib qolibsiz ukam? Mana shu qalqansıman bəzga qarta siz yegan mahsulotni bizmi iste'mol qilib baqsaq bo'pti ekan, bizmi tig' tegmay turib, mana shu dori yemay turib bir saqayib baqsaq bo'pti ekan deydigan tordaşlar aldirab ma qalqansıman bəzga chiqilmanglar. Har qandaq bizning o'ziga loyiq iqtidor bo'ldi ekan tordaşlar, bu qalqansıman bəzga chiqilib qo'ysak, bu ya ko'ksiga ya balyotqiga ko'chilg'a ishib qoldi ekan. Erlar qalqansıman bəzga chiqilsa ma mazbez bilan tutash bo'ladi ekan. Shunga yugurib mana shu tig' tekkizmasliginglarni tavsiya qilaman tordaşlar. Tig' tekkizgan bilan bir saqaysanlar, saqayib ketdinglar, saqaymasanlar, buning yiltizi bo'ladi ekan. Shunga har qandaq munakchi bo'lamdi, o'sma bo'lamdi, yugurib tig' tekkizga ishni qilmanglar tordaşlar. Tig' tekkizgandan keyin buningki yomon sifat bo'lish xavfi %80% bo'ladi ekan. Shunga mana shu o'z sog'lomliging uchun mush qizg'onimi bir haqiqiy kasal tatgan ayol ekan, mush qizg'onimi saqayib qolibdi. Bizmi bir iste'mol qilib baqilay deydigan tordaşlar. Telefon nomerim 150 99 29 79 79 Muşu ürümçüge berip ösmü keserlikler doktorxonasida tekshirtgan vaqtimda mush qalqansıman bazning iqtidori chekinib, mana shu munakcha JJva aka 3 tetib qarab menibdi degan hozir bir yilimi yo'q birinchi darajam yo'q tordaşlar. Bu da mana shu Shanxayga berib ma tekshirgan natijalarimni mana to'g'ri suqsuga yo'lladim. Mana shu Shanxayda ma natijalarim shunchalik yaxshi chiqdi. Mayli yurak bo'lsin, mayli qalqansıman baz o'sma bo'lsin. Shunga mana ko'ksida munakcha va balyotqida muskul o'smisi va shundaq bemorlar bo'lib qolsa, ikkilanmay undidar nomerim boshpatda bor. Hozir degan nomer bilan aloqalashib, maslahat so'rash orqali bizmi setib olsak bo'pti, bizmi iste'mol qilib baqsak bo'pti badanimizga. Pulni tirstaq topadi ekanmiz. Ma jan bozor kirmaydi ekan, o'zimga bir haqiqiy kuyinib baqsam bo'ldi deydigan tordaşlar bo'lsa, qo'shib qilinglar. Ma bekor talab, meni ahmoq qiladigan, ma gap qiladigan odamlar faqat qo'shmanglar tordaşlar. Mana shu mal olib to'q, menda shunday kasal botdi deydigan tordaşlar bo'lib qolsa, yaqsanglar bo'ladi. Ba'zilaringlar dadam kasaldi, onam kasaldi deb bimunch gap qilib ba'zan bir erlar, ayollar emas, erlar gap qilib qo'ydi ekansizlar tordaşlar. Endi bu qizlar yolg'izga bu cho'kandan eri yo'q deb gap qilsalamsizlar. Asha hammanglarga yo'lichi javob berma. Bani ba deb chiqaman, yo'qni yo'q deb chiqaman. Endi muhabbatlashib qolsak bo'ladi. Meningdimi bir xotin yo'qdim, bo'ytaqdim, otish tuntum, qashqadindim, maralveshidindim, bu ko'rlidindim deydigan tordaşlar. O'zinglar yutidan loyiq tepinglar. Men bu to'g'ri tutibsigan izlab chiqmadim, ga tangligim yo'q. Izlab chiqmadim, men bo'lmasima, hozir turmushimda xotirjam. Shu adin ko'nglim sovib ketib, ajrashib ketgan tordaşlar.